Biz maslahatlarni tomchi-tomchilab qabul qilamiz, chelaklab tarqatamiz. Qorong'ulikni bir umr la'natlab o'tish ham mumkin, kichkina sham yoqib qo'yish ham mumkin. Go'zallik har narsada mavjud, biroq bu go'zallikni ko'ra olish hammaga ham nasib etmagan. Ruhan oliy himmat insonlar bosiq vazmin bo'ladi. Pastkash kishilargina doim xavotirda yashaydi. Agar ortingdan g'iybat qilayotgan bo'lsa, demak sen oldindasan. Mabodo sen nafratlanayotgan bo'lsang, demakki seni yengibdilar. Qasos olishdan oldinroq ikkita go'r qazib qo'y. Mayda chuydalardan o'zini tiya olmaslik ulug' ishlarni halok qiladi. Aslida hayot oddiyginadir, ammo biz uni doimo qiyinlashtiramiz. O'zining bilimsizligiga iqror bo'lib, bilim qidirganlargagina ta'lim ber.